Sun'iy intellekt endi nafaqat kundalik hayotda, balki soliq tizimida ham yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi tomonidan AI soliq sun'iy intellekt asosidagi yangi avlod raqamli platformasi mavzusida matbuot anjumani tashkil qilindi. Tadbirda AI soliq platformasining imkoniyatlari, uning soliq to'lovchilar uchun yaratadigan qulayliklari hamda soliq sohasida sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash masalalari muhokama qilindi. Endilikda AI soliq.uz platformasi orqali tadbirkorlar, hisobchilar va tashkilot rahbarlari o'z faoliyatiga oid soliq ma'lumotlarini tezkor tahlil qilishi, huquqiy tushuntirishlar olishi hamda kerakli ma'lumotlarga real vaqt rejimida ega bo'lishi mumkin. Platforma interaktiv chat ko'rinishida ishlaydi. Foydalanuvchilar bir necha soniya ichida korxona faoliyatini tahlil qilishi, soliq reytingi, mavjud soliq imtiyozlari, hisobotlar va soliq ma'muriyatchiligiga oid savollarga tezkor javob olishi mumkin. Soliq to'lovchilarimizning murojaatlari bugungi kunda soliq organlari ma'lumotlar bazasidan foydalangan holda ularga javob beriladi. Bu yerda soliq to'lovchilarga, soliq organlariga qo'shimcha murojaat qilish zaruriyati yo'q. Sun'iy intellekt bugungi kunda ularda soliqlar bazasidan foydalangan holda ularga tushuntirishlar beriladi. Ya'ni aniqlangan kamchiliklar nimadan kelib chiqqan, ularni bartaraf etish yo'nalishlari va kelgusida takrorlanishini oldini ko'rsatib beradi. Bundan tashqari soliq to'lovchilarimizga bilamiz, bugungi kunda soliq kodeksi ko'p qaror farmonlar bilan belgilangan soliq imtiyozlari bor. Xabari bo'lmasligi mumkin, bugungi kunda qaysi imtiyozdan foydalanish mumkinligi. Bugungi kunda sun'iy intellekt bunga imkoniyatlarni tushuntirib beradi. Ya'ni uni faoliyatini tahlil qiladi. Faoliyatdan kelib chiqib, undan qanaqa imtiyozlar bugun qo'llanishi mumkin va shu imtiyozlardan foydalanish uchun nimalar, qanday murojaat qilishi, nima imkoniyatlar borligini bugungi kunda platforma unga tushuntirib beradi. Matbuot anjumanida ta'kidlanganidek, AI soliq oddiy raqamli maslahatchi emas, u Davlat soliq qo'mitasida ishlab chiqilgan sun'iy intellekt yechimlarini birlashtirgan yagona innovatsion platforma hisoblanadi. Tadbir davomida platformada mavjud 9 ta xizmat turi va ularning foydalanuvchilar uchun yaratadigan imkoniyatlari batafsil tanishtirildi. Mazkur platforma bugungi kunda o'zimiz mutaxassislarimizdan yaratilgan, albatta chet el tajribasini o'rganganmiz. Bugungi kunda barcha axborot xavfsizlik, ya'ni kiber xavfsizlik qoidalariga rioya qilingan holda soliq to'lovchilar faqatgina o'zini raqamli imzosi bilan o'zini ma'lumotlarini ko'rish mumkin. Ya'ni har qanday soliq to'lovchi ma'lumotlari ham chetga chiqib ketish oldida ham olingan. Anjuman davomida jurnalistlar AI soliq platformasining imkoniyatlari, undan foydalanish tartibi va kelgusidagi rivojlanish istiqbollari yuzasidan o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan atroflicha javob oldilar. Tadbir davomida shuningdek sun'iy intellekt texnologiyalarini soliq organlari faoliyatiga keng joriy etish, ulardan foydalanishning huquqiy jihatlari va tadbirkorlarga amaliy ko'mak berish masalalari yuzasidan ham fikr almashildi.